Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, bizni kuzatib turgan shular. Xudo xolasa mana keyingi zakaz eshik-romlarimizni tayyor holatda o'rnatib bo'ldik. Bu eshik-romlarimizni Andijon viloyati Asaka shahri Axtachi tumani Axtachi qishlog'i Qo'rg'ontepa mahallasiga o'rnatdik. Videolarimizni kuzatishdan oldin bir dona layklarni bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yishlaring. Xudo xolasa biz chiqarib borayotgan videolarimizni kuzatib borishga muyassar bo'lasizlar. Xo'p, sizlarga eshik-romlar sifatlarini, holatlarini mana hozir ko'rsatishni boshlaymiz. Bir donadan like tugmachasini bosib qo'yib, hop, pastdagi o'ng qo'l tomondagi obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'yinglar. Hurmatli obunachilar, mana eshiklarimiz lola fasonda bo'lgan, materiallari neobrazniy yog'ochdan bo'lgan, qalinliklari 4,5 sm, 120 ga 210 razmeriga tayyor qilib berdik. Holatlarini buni bemalol ko'rishingiz mumkin. Romlarimiz 1.60 ga 1.65 bo'yi, yana 1.60. Holatlarini mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Sifatlariga, materiallarimiz tozaligiga, figuralariga bemalol e'tibor berishingiz mumkin. Eshiklarimizni ochilib yopilishlari. Rezinkalari bor mana tepasida. Bor. O'rtasida taglarida rezinkalari bor. Zamoylarimiz mana toza sifatli zamoy. Oynalarimiz mana germetiylangan, eshiklarimiz mana figurasiga, bir sifatlariga mana bunaqalarda burchagi, banaklarda burchaklari bo'lmagan, bunday avvalnilari ham chiroyli bo'lib qilganmiz. Xo'p, mana bu eshigimizdan ochib yopishlarni bemalol ko'rishingiz mumkin. Romlarimiz xo'p, o'rtasidan ochiladi. Tepa tomoniga ham portishga qilib berdik. Klient zakasiga qarab. Mana ochilishlari. Bu klientimiz bizni ham YouTube'da ko'rib zakaz qildi. Keling, keling teparoqqa kelaring. Chiqmaysiz, bo'p, sizni videoga olmayman. Ishlarimiz yo'qdimi? Ayamiz ham misol biz internetda ko'rib zakaz qildi. Misol biz ayol kishi ekan, materialga ahli yetmaydi deb, misol har xil materialdan qilib qo'ygan joyimiz yo'q. Bizga nima desam bo'ladi? Ayol kishi zakaz qiladimi, erkak kishi zakaz qiladimi? Imkon qadar hammaga sifatli qilib berishga harakat qilamiz. Gazimiz bor dedi, portchkalarni qo'yib berdi. Mana bu yerda gaz ko'p ekan, qishda xo'p, nimalarni ochib yotar ekanda. Portchka havo aylanishiga ochib yotishar ekan, shuni hisobiga tepa qismiga portchka qilib berdik. Bu yerda gaz ko'p hisobiga. Mana o'rta qismi ochiladi. Mana holatlarini bemalol ko'rishingiz mumkin. Xo'p, narx-navosiga kelsak, ko'pchilik narx so'rayapti. Kimdir erta ko'radi, kimdir kech ko'radi. Shuni hisobiga biz narxni aytmas edik. Endi bo'pti, bu safar narxini, kvadrat metrini, pullarini aytib o'tamiz. Endi biz ham material olamiz, materialga qarab turib hisobini chiqarib, narx nima qilamizda. Misol buni erta ko'rgan, bunaqa narxda qo'yibsan deb kimdir kech ko'rsa, biz boshqa narx aytsak, unda hijolatchilik bo'lib qolishi mumkin-da. Shuni hisobiga narx aytmas edik. Bu safar bo'pti, narxlarni aytib o'tamiz. Bu eshik-romlarimiz kvadrat metri 1.400.000 so'mdan boshlanadi. Figurasiga qarab, yana qo'shimcha bu tarafda xuddi shunaqa figura bo'lsa, narxi yana o'zgaradi. Xo'p, bu romimizni tayyor bo'lishini 2 million so'mga qilib berdik. O'zi asli 2 milliondan baland chiqadi. Biz 2 million so'm qoplash hisobiga biz 2 millionga qilib berdik. Mana qo'shimcha tepasiga portchka ham qilib berdik. Xudo xolasa mana ishlarimiz ko'rdingiz, ochib yopilishlarni hamma yo'g'ini ko'rdingiz. Bergan pulingizga rozi bo'lasiz. Bergan pulingizga achimaydigan ekan. Achimaydigan ekanmi? Bemalol tavsiya qila olasizmi? O'ylagandan ham ziyoda. Ziyodami? Bo'ldi mana. Eshiklarimiz 1.200.000 dan ham boshlanadi, anaqalari bor. Eshiklarda kvadrat metri 1.100.000 1.200.000 so'mdan o'zi asli boshlanadi. Bu fasonimiz 1.400.000 so'mdan kvadrat metri. Ikki tomonlama mana lola bo'lsa, unisi yana qimmatroq. Shuni hisobiga. Bizni kuzatishda davom etinglar.
Telefon nomerlarimiz 90lik 549 7401. Shu nomerda Telegram, WhatsApplar bor. Musofirda yurgan aka-ukamizga hammalariga ishlariga omad, sog' salomat bo'linglar. Shunaqa eshitrom degan aka-ukalarga podlisa qilib qo'yishni unutmanglar. Yana bir bor layklarni ayamasdan. Xo'p. Obuna bo'lish tugmachasini ham bosib qo'yinglar. Hammalarga e'tiborlar uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Biz sizlar uchun chiroyli qilib ishlashda davom etamiz.